Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsining 17-mavzusi Somoniylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy hayot mavzusi bilan tanishamiz. Bunda bir qancha qismlardan iborat qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik, chorvachilik, ichki va tashqi savdo, pul munosabati, yerga egalik turi jarayonlari, iqtidor mulk shakli, barzukor qo'shchilar, Somoniylar hokimiyatining inqirozi kabi bo'limlardan iborat. Kelinglar sizlar bilan uni batafsil tanishib chiqamiz. 9-10 asrlarda Moron nahri va Xorazm aholisining asosiy qismi sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangan. Sug'orish tarmoqlari vositasida sug'orib obod etilgan sernum vohalarda g'allakorlik, sholikorlik, paxtachilik, sabzavotchilik, poliz va bog'dorchilik kabi sohalar rivojlangan. Sabab dehqonchilik soliq xirojidan davlat xazinasiga katta daromad tushganligi, Somoniylar tomonidan dehqonchilik xo'jaligi rivojlanishiga katta e'tibor qaratiladi. Aynan Somoniylar davrida 9-10 asrlarda chorvachilik ham yuksak darajada rivojlangan. Aynan ushbu soha chorvachilik mahsulotlarini ta'minlash bilan birgalikda ot ulov yetkazish bilan ham shug'ullangan. Ya'ni bu qo'shinda suvorilarga ot ulovi ta'minlash aynan chorvadorlarning zimmasida bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu davrda hunarmandchilik ham yuksak darajada rivojlangan. Hunarmandchilik to'qimachilik, kulolchilik, chilangarlik, miskarlik, zargarlik, shisha sozlik va duradgorlik sohalari rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. E'tibor qaratsak, ilk o'rta asrlarda ham shisha sozlik san'ati bizning diyorimizda yuksalganligini tarixiy manbalar ko'rsatib turadi. Bundan tashqari ayrim shaharlar hunarmandchilikning ayrim sohalarga ixtisoslashganligini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, Samarqandda o'zining yuqori navli qog'ozlari bilan, shosh kunchilik mahsulotlari va charim mollari bilan, ya'ni kunchilik degan terga ishlov berish sohasi nazarda tutilyapti. Eloq kumush va qo'rg'oshin kon mahsulotlari bilan, ya'ni tanga zarb qiladiganlar bo'lgan. Xorazmda qayiqsozlik taraqqiy etgan. Xorazmdan tashqari Termizda ham qayiqlar yasanganligi manbalardan ma'lumot keltirib o'tiladi. Bundan tashqari Buxoroning Zandana qishlog'ida zandanicha, Samarqandning Vador qishlog'ida Vadoriy nomlasida matolar chiqqanligi haqida ma'lumotlar mavjud. Bu bilan hunarmandchilik Somoniylar davrida yuksak soha bo'lib rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Aynan hunarmandchilik, chorvachilik, dehqonchilik rivojlanishi albatta ichki va tashqi savdoning ham rivojlanishiga turtki bo'lgan. Va bu davrda savdo sotiqning rivojlanishi o'ziga xos bo'lgan. Ya'ni bu davrda ayniqsa robotlar, karvonsaroylar qurishga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari hozirgi zamonaviy plastik kartalar deymizmi, shularning ilk namunalari Somoniylar davrida paydo bo'lgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni o'sha davrda sarroflik cheklardan foydalangan. Ya'ni savdogar bir shaharda o'z oltin pullarini yoki kumush pullarini topshirib, uning o'rniga maxsus chek olib, boshqa shaharga borgandan keyin o'sha chekni topshirib, o'sha pul miqdorida pullarni olish imkoniyati yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Bu savdo sohasini rivojlantirish uchun qo'yilgan eng qulay uslublardan biri edi. Bu qaroqchilar talon-tarojligidan, pullarni ovora bo'lib olib yurishdan, qo'shimcha harbiy kuchni pullarni qo'riqlashga safarbar qilishdan ozod qilgan edi. Bundan tashqari savdo sotiq shimoliy yo'l orqali Janubiy Sibir, Mo'g'uliston bilan Moron nahridan bir qancha mahsulotlar olib borib sotilgan. Xitoy bilan savdoda choy, ipak mato, tuz, ot muhim rol o'ynaganini ko'rishimiz mumkin. Itil, Xazar, Bulg'or bilan ham savdo aloqalari jiddiy ravishda yo'lga qo'yilgan. Ichki bozorlarda mis chaqidan foydalangan asosan bu fals deb yuritilar edi. Bundan tashqari ichki savdoda dirhamdan ham foydalangan, kamdan kam miqdorda dirhamlar bu kumush tangalar sanalgan. Asosan tanga pullar Marv, Samarqand, Buxoro, Shosh kabi shaharlarda zarb qilingan. Va aynan kumush tangalar tashqi savdoda ham keng foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Somoniylar davrida yer egaligining bir qancha turlarini rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Bular mulk sultoniy, ya'ni davlat tasarrufidagi yerlar, mulk yerlar, bu hukmronlar vakillari, dehqonlar, aslzodalar tegishli yerlar, bundan tashqari vaqf yerlari, masjid, madrasa, xonaqohlarga tegishli yerlar vaqf yerlar deb yuritilgan. Va aynan mana shu 3 ta yer turi davlatga xiroj solig'ini to'lash bilan cheklangan. 4-yer turi bu mulk xos deb yuritilgan. U oliy martabali ruhoniylar va sayyidlar qo'l ostidagi yerlar bo'lgan. Bu tur yer egalari asosan ushur, ya'ni undan bir miqdordagi soliq to'lagan bo'ldi. Boshqa soliqlardan ular ozod etilgan. Bundan tashqari jamoa yerlari ham bo'lgan. Bular asosan
qishloq tasarrufidagi yerlar bo'lib, asosan Lalmi yoki tog' oldi yerlardagi yerlar sifatida e'tirof etiladi. Aynan Somoniylar davrida, arablar davrida boshlangan bir yer turi keyinchalik keng ravnaq topgan bu iqto yerlar. Ya'ni 10-asrda yirik mansabdorlarning davlat oldidagi xizmatlari uchun iqto yerlar taqdim etish boshlangan. Bu yer va suvdan iborat bo'lgan katta mulk bo'lgan. Uni egalari muqto yoki iqtidor deb e'tirof etiladi. Iqtidorlar o'zi in'om etilgan yerlardan soliqlarning bir qismini saqlab qolish imkoniga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. 9-10-asrlarga kelib kadivarlar ishlatishdan ko'ra o'z yerlarini qishloq jamoalarining kam yerli a'zolarga ijara berishni afzal ko'ra boshladi yer egalari. Va aynan o'sha vaqtdan boshlab ijarachilar toifasi paydo bo'ldi. Aynan bular barzikor yoki qo'shchilar deb e'tirof etila boshladi. Ya'ni bir paytlar kashovarzlarga o'xshash yangi tabaqa barzikor yoki qo'shchilar, ya'ni ijarachilar toifasi shakllandi. Somoniylar davrida yangi paydo bo'lgan toifalardan biri edi. Shunday rivojlangan bo'lsa-da, bilamizki, har qanday narsaning zavoli bo'lgani singari Somoniylar davlatida ham sekin-asta iqtisodiy inqirozlar ro'y bera boshladi. Buning birinchisi 942-yilda 2 marta aholidan soliq undirib olinganligi aholini noroziligini keltirib chiqardi. Xuddi shunday vaziyatda Nuh ibn Nasrning amakisi Ibrohim, ya'ni 947-yilda isyon ko'tardi. Ammo buni saroy sarbozlari va Chog'ononing yirik mulk egasi Abol Chog'oni yordamida hukmdor bostirishga muvaffaq bo'ldi. Afsuski, Abol Chog'oni o'zi ham hukmdorga keyinchalik qarshi qo'zg'olon ko'tardi. 952-yilda Abol Chog'onini hukmdor dastlab Chog'ononga, keyinchalik Xurosonga noib etib tayinlashga majbur bo'ldi. Va shunday vaziyatda 961-yilda Buxoroda harbiy askarlarning g'alayonlari ham ko'tarildi. Bu mamlakatda jiddiy tartibsizlik boshlanganidan dalolat berar edi. Aynan siyosiy vaziyat Somoniylar vakillari Nuh 943-954, Nuh 2 976-997 hukmronlik davrida jiddiy ravishda ro'y berdi va mamlakat parakandalik sari qadam tashladi. Somoniylar davridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot va mamlakatning zavoliga yuz tutishi haqidagi qisqacha fikrlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.